Assalomu alaykum Mishajiyan. Sog'liqlaring yaxshimi? Yushlaring sog'mi? Kelinlar, aqtiqlar deganday bag'alarim. Sog'lik salomatlikda o'tirsizlarmi? Kunlar qalay? Kunduz issiq, kechda sovuqmi? O'zingning sog'liqlaring yaxshimi? Barchaning sog'liqlari yaxshimi? Ovulda ne yangiliklar? Sana shunday deb gaplashmasak, telefonda olmayotirsan. O'pkalab. Men ham bir o'pkalasam, вообще 2 yilda açmayman telefonda. Endi xudo xolasa paraq deganlarni qo'y. Sog'lig'ing uchun yaxshi bo'ladi. Mayli 100 gram ichib qo'y. Kun bo'yi 300 gram bo'lib ketmasin. Просто sog'lig'ing qadrine barmasang bo'lmaydi hozir. Bilasanmi? Endi dedim qadrini shu sog'liq. Sog'liq uchun qadrine barmasang bo'lmaydi. Allah Taolaning berib qo'ygan omonat ekan bu jon. Onu qiynayversang aroq ichib, sigaret chek, masva chek, vodka suv o'zingni. Omonatga xiyonat etding bu deb turib jazolashga harakat etadi ekanda. Men berib qo'ygan narsani to'g'ri foydalanmadim deb. Shuning uchun şu musulmonchilik joylarini ham o'yla. Parta bilan aroq ichib boshqa etib o'tib ketaveradi umr. Namozni azonga namozni o'rganib o'qib yaxshi bo'ladi. Xudoga qaytgan. Böyle qancha orzu-havaslarim bor, bag'alarimni uylantirishim kerak. Aqtiqlarimga joy sap berib, varib etib. Xudo xolasa. Qartaydim deb to'ban oyoq qo'yataverma. Kunda bir 3 metr yer, 3 kilometr. Kechda aylanib kelasan odamlar ko'rmagan vaqtda. Prosta sog'lig'ing o'zingga kerak. Shularning elida sog' yursang, baxtim ana shu. Bog'larim buyog'ini o'ziga kelishtiradi, xudo xolasa. Sen bog'larni chapdan ko'rsatmasin. Men ham bir bog'larni ketarman, xudo xolasa. Mendan qismlar. Alqon desa bir zamonda bizlarga gap. Sabr etib o'tishga bilaman. Bo'pti, hammasini salomat, yangiliklar bo'lsa aytib tur. Jen. Bo'pti, yaxshi, sog'. Muzika eshitsam ozgina yaxshi. Yomon tashvishli muzika kammi. Klip yozar ekan. To'qqizmi?